Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, tövəndə xabarlarimizin tafsili mazmuniga marhamat qilinglar. Jallat Xitoy yana 7 Uyg'urni töhmat bilan o'limga hukm qildi. Sharqi Turkistonning Qashqar shahrida Xitoy jallat sudchilari 7 Uyg'urni terrorlik gumondori degan batnom bilan o'limga hukm qildi. Anatoliya axborotining bugungi xabariga qaraganda, Qashqarning atalmish sud mahkamasi tarafidan o'limga hukm qilingan 7 nafar Uyg'ur haqida Xitoyning markaziy sud mahkamasi tarafidan o'lim jazosini ijro qilish tasdiqnomasi tushirilganligi bildirildi. Bu 7 Uyg'urni Xitoylar 2008-yili 6-oydan 2009-yili 10-oygacha bo'lgan aralıqda terrorlik harakat qilish uchun pul yiqqan degan tuhmatlar bilan jinoyat ortgan. Xitoy sud mahkamasi yana bu 7 nafar Uyg'urni o'tgan yili ayrim 3 voqeada jinoyat ishlaganligini da'vo qilgan. Kommunist Xitoy diktator jallatlari bu 7 nafar Uyg'ur haqida to'liq ma'lumot bermagan. Bu 7 Uyg'ur qarindishimiz haqida izlanib, keyingi programmalarimizda tafsiliy ma'lumot beramiz. Şanghay Hamkorlik Tashkiloti Qozog'istonda yig'ildi. Şanghay Hamkorlik Tashkilotiga a'zo davlatlarning mudofaa ministrlari 3-oyning 18-kuni Qozog'istonning poytaxti Ostonada yig'ildi. Qirg'iziston davlat axborotining xabariga qaraganda, Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligining vakili Asqar Abdurahmonov Şanghay Hamkorlik Tashkilotiga a'zo davlatlardan Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonning mudofaa ministrlarining 2011-yili 3-oyning 18-kuni Qozog'istonning poytaxti Ostonada yig'ilganligini bildirgan. Tojikiston mudofaa ministrligidan e'lon qilingan ma'lumotlarga qaraganda, mazkur ministrlar Afg'onistondagi yangi vaziyatlar, rayonda bexatarlik, muqimlikni saqlash, atalmish terrorlikqa o'rtaq qarshi turish deganga o'xshash masalalar haqida muzokara olib borgan. Yig'in oxirlashgandan keyin Qozog'iston mudofaa ministri Jakshiboyev o'rtaq axborot yig'inida 2012-2013 yillar orasidagi 2 yillik hamkorlik plani imzolanganligi va Şanghay Hamkorlik Tashkilotining boshchiligida rayonning bexatarligini kuchlantirishga aloqador muzokara olib berilganligini bildirdi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Xitoy Şanghay Hamkorlik Tashkilotiga a'zo davlatlarni Sharqi Turkistonning ozodligi uchun vatan ichi va sirtida faoliyat qilayotgan Uyg'urlarni bostirish, tutish va yo'qotish uchun hamkorlashishga zo'rlab kelmoqda. Xitoy Gmailni chekladi. Dunyoning eng chong izlash tori Google bugun bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralarining Google el-xat qo'llanishni cheklaganligini bildirdi. Ko'p sonda tor qo'llanuvchilarning shikoyat qilishi bilan elib berilgan tekshirish natijasida Gmailda bir texnikalik masala yo'qligini, masalaning o'zlari tarafdan emas, balki Xitoy doiralari tarafdan paydo bo'layotganligini bildirdi. Google el-xat qo'llanuvchilar yaqinqi 2 haftadan buyon Google el-xat adreslarini echishda va xat yo'llashda qiyinchilikka uchraganligi haqida Google shirkatiga shikoyat qilgan. Xitoy uzun zamondan beri dunyoga mashhur YouTube, Facebook va Twitter qatorliq tor bekatlarini cheklab kelyapti. Bo'libmi O'rta Sharqdagi erkinlik harakatlari yuz bergandan buyon Xitoy diktator doiralarining xalqaro tor bekatlarini cheklash, to'sish va kuzatish harakatlari ko'paygan. Xitoy hozir kommunist tashviqotini qiladigan tor betlardan boshqalarini asosan cheklab bo'ldi. Google'ning bayonotchisi Xitoy tor ziyoratchilarining 1-oydan boshlab Google el-xat sanduqiga kirolmaganligini, kirsimi necha qitim uringandan keyin testi ocha olganligini bildirdi. Google el-xat adresining bosh betining ochilmasligi, el-xat sanduqiga kirishda xatolik ko'rilish deganga o'xshash masalalar paydo bo'lgan. Google shirkati tor bekatiga kirmoqchi bo'lganlarni o'zlarining Hong Kongdagi www.checkit.google.checkit.com/HK markaziga yuzlandirdi.
Yamandagi namoyishda o'lganlarning soni 52 ga yetdi. Yamandagi namoyishda o'lganlarning soni 52 ga yetdi. Yaman prezidenti Abdullah Salih o'qituvchi partiyalar ittifoqi o'ttirg'a qo'ygan vazifadan tinchlik bilan iste'fo berish loyihasiga 23 mart ma'qul bo'lgan va bu yilning oxirida vazifasini o'tkazib berishga qo'shilgan. Yaman hukumat agentligining prezident mahkamasi amaldorining so'zini naql qilishicha, Salih o'qituvchi partiyalar ittifoqining necha hafta ilgari o'ttirg'a qo'ygan tangshash taklifini qabul qilgan. Hamda o'ttirdagi yarashtiruvchi odam orqali bu fikrni o'qituvchi partiyalar ittifoqiga yetkazgan. Bu orqali davlat ichidagi siyosiy qatmanlikni pasaytmoqchi bo'lgan. Buningdan ilgari Salih bu loyihani keskin rad qilgan edi. Xabarda deyilishicha, bu loyihada Salihning 2011-yilning oxirida vazifasidan ayrilish, birlashma hukumat qurish, yangi asosiy qonun turg'izish, saylam qonunini qaytadan o'zgartirish hamda ovoz berish va saylam komiteti qurish qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. O'qituvchi partiyalar ittifoqi shu kuni Salihning bu loyihani qabul qilishining bak kechikib ketganligini bildirgan. O'qituvchilar ittifoqi Salihning darhol vazifasidan ayrilishida ching turgan. Birlashma qo'shin Liviya quruqliq qismlariga zarba berishga boshladi. Amerika armiyasining yuqori darajalik amaldori 23 mart 5 burchaklik binodagi axborot e'lon qilish yig'inida deyishicha, uchishni cheklash rayonining Liviyada ta'sis qilinishiga ergashib, ko'p davlat qo'shinlari kuchini markazlashtirib, Liviya hukumatining quruqliq qismlariga zarba berishni boshlagan. Liviyaga harbiy zarba berish Birlashma qo'mondonlik shtabining generali telefon orqali Liviyadagi uchish cheklangan rayonning Liviyaning butkul dengiz rayonini qoplaganligini, Liviya havo armiyasining zo'r darajada ojizlab ketganligini, o'tgan 24 soat ichida Liviya aeroplanlarining uchmaganligini aytgan. Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti 22 mart Liviyaga qoral to'shishni cheklash ishida o'rtoqlik hosil qildi. Amerika Birlashma agentligining xabar qilishicha, Shimoliy Atlantik aktiv tashkilotining harbiy paraxodlari 23 martdan boshlab Liviyaning yaqin dengiz sohasini chorlashni kuchaytgan. Fransiya axborot agentligining 23 martdagi uchurga asoslanganda, Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti 6 davlat ta'minlagan 16 dona harbiy paraxodni bir yerga yig'ib, Liviyaga qoral to'shishni cheklash vazifasini ijro qilishga boshlagan. Shimoliy Atlantik aktiv tashkilotining bir amaldorining bildirishicha, Turkiya hukumati birlashma qo'shinning Liviyaga harbiy zarba berishga qattiq qarshi turgan bo'lsa-mu, qoral to'shishni cheklash belgilamasini qo'llaydiganligini bildirgan. Turkiya mo bir dona suv osti paraxodi, 4 dona qo'g'dug'uchi paraxod va 1 dona yordamchi paraxod avatib, BDTning qoral to'shishni man'iy qilish buyrug'ini ijro qilgan.